Ana shu darajada kerak bo'lsa undan ham kattaroq gunoh ota-onaga oq bo'lish. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan hadis sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: gunohi kabiralar bu Allohga shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lish, odam o'ldirish va yolg'ondan qasam ichish deb Imom Buxoriy rivoyat qiladi. Qarang, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizlarga gunohi kabiralarning eng kattalaridan ogohlantiryaptilar. Ular nima ekan? Alloh taolaga shirk keltirish, ya'ni Allohdan boshqaga suyanish, ibodat qilish, e'tiqod qilish. Ikkinchisini keltirayotgan narsani qarang, ota-onaga oq bo'lish deyapti. Va ularning qatorida odam o'ldirish ham bor. Yolg'ondan qasam ichish ham bor. Mana shu Allohga shirk keltirish, odam o'ldirish, yolg'ondan qasam ichish o'zi juda katta gunohlardir. Shularning ichida ota-onaga oq bo'lish ham zikr keltirilayotganligi, odam o'ldirish desak, uncha-muncha odam o'ldirmaydi-ku, qo'rqamiz. Juda katta gunoh-ku bu. Ana shu darajada kerak bo'lsa undan ham kattaroq gunoh ota-onaga oq bo'lish.